Mana bolalar blogerlar ham chakyapti, ko'rasizlar mana. Sen o'chir kamerangni. Yo'q, o'chirmayman, ne o'chiraman? Ana tashqaridan ko'rib kiryotgandim-da. Adashmasam siz ana bloger edingiz-a? Sizga bitta iltimos bilan kelyotgandim. Boya bolalar bilan uyga yig'ayotgan pulim bor edi-da. O'shanga bolalar bilan ozgina siqilib qo'yib, tuvli somsa yeb qo'ydim-da. 20 ming so'm yoningizda chiqmaydimi? Agar bo'lmasa kerak emas. 15 ming. Bermasang yozib ol kartani. Oke, shuna mashinaga parlament mix berib yuboring. Parlament mix? Ha? Sen menga yo'l kiraga deb so'rading-ku? Yo'q, o'ylab qoldim-da. Nimani o'ylading? Hozir mashinada siqilib ketgandan ko'ra undan ko'ra pishkom siqilmasdan chakib ketgani yaxshi ekan. Mana o'rtoq, qarochi qaramanmi, qiz menga sigaret olib berdi-da. Mash qizdan sigaret strillat qildim. Yesishga mash qizda pul bor ekan, sigaret strillat qilsalaring bo'ladi. Gruppadoshlar mana. Mana basharasi. Hozir yaqinroq mana. Yo'q, siz emas, atmosferani rasmga videoga olaman. Mana o'rtoq, qara. Mana mash bashara. Esingda qolsin. Chiqyapti, men senga yana yozib olaman. Yo'q, hech nima qilmayapman. Nima qilyotding hozir fanar yoqib? Yo'q, hech nima qilmayapman. Atmosferani o'rtog'imga videoga olib tashlayapman. Atmosfera mana bu yerda bo'ladi-da, men o'tirgan joyda emas-da. O'zalda sigaretga pul oldim, to'g'rimi? Yo'l kiramga deb. O'rtog'ing bilan birlashib chekaysanlarmi hozir sigaretni? Ha, bergan? Ha, shunaqa. Shunaqa? Shuni men sigaretni ushlab turay. Oyoq kiyimimni qoqib olay. Bor, yo'qol. Mana bolalar blogerlar ham chakyapti, ko'rasizlar mana. Sen o'chir kamerangni. Yo'q, o'chirmayman, ne o'chiraman? Bosib olaman mashina hozir, tushundingmi? Diyor Production. Muzikani netib qolsam bu yerga hozir. 1 sekundda chiqarib berdi, ko'rasizmi? Nima qiling? Hozir. 8 ekansiz, sloitli effektlari bor. Bitta sloit variantini eshitib ko'ring. Instagram, TikTok, Facebook bormi? O'shanda любой videoga MP3 skachasi qo'ysangiz bo'ladi. Eng muhimi, bespad piska buni nomi Sovet Insta bot.